ishonmayman. Oyizlarni juda ham yaxshi bilaman u. Hop, unda nima qilsan? Sen bu yerdami, bu yoqda yashayapmiz. Siz ham shu uyga keling. Bu yerda tinch, bemalol yashaymiz. Ichki bo'lamanmi? Ha, uzr. Sizni mavqeingizga to'g'ri kelmaydi-yu, ha. Kazolar nima deydi, to'g'rimi? Qo'y endi shunaqa pishin gaplarni. Bilasan-ku, ota-onam yolg'iz farzandiman. Ularni tashlab keta olmayman. Kel Dilnoza, yordamaga. Uyga qaytaylik. Pochcha. Opam hech qayerga bormaydi. Men oilani erkagi sifatida oilamizning ayollarni himoya qilaman. Oyim shunaqa deganlar. Oiladagi erkak kishi ayollarni himoya qilishi kerak. Shunday ekan, siz himoya qila olmayapsizmi? Unda o'zim himoya qilaman. Opam hech kimga xafa qildirib qo'ymayman. Opam hech qayerga ketmaydi.